Davlatimiz rahbari tomonidan 20-aprel sanasida imzolangan Yangi O'zbekiston yoshlari 2030 strategiyasini tasdiqlash hamda yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni va Yangi O'zbekiston yoshlari 2030 strategiyasini 2026-2027 yillarda amalga oshirish hamda yoshlar bandligini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori esa bu boradagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqdi. Avvalo aytish lozim, farmon asosida G'ijduvonga yoshlar tumani maqomi berilishi Buxoroning son jihatdan eng katta ko'rsatkichga ega hududida yigit-qizlar bilan manzilli ishlashda yangicha yondashuvlarni joriy qilish uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday ishonch bildirilishining yana bir sababi bor. Hozirda tumanda ertamiz egalari bilan ishlashda bir qator yo'nalishlarda alohida tajribalar yaratilgan. Mana shu ilg'orlikni davom ettirish va uni keng ommalashtirishda ham G'ijduvon namuna sifatida tanlab olingan deyish mumkin. 2025-yilda yoshlarimiz uchun yoshlarni ertangi kelajagini qurishimiz uchun tegishli qaror farmonlar imzolandi. Muhtaram yurtboshimiz tomonidan yoshlar bilan bir uchrashuvda 3 ta qaror imzolandi. Bu qarorlar ijrosi yuzasidan 2025-yil hamda 2026-yil birinchi chorak davomida 160 dan ortiq yoshlarimizni tadbirkorlikka yo'naltirish, ularni ertangi kelajakka hayotda o'z o'rnini topishlari uchun ko'maklashildi. Yoshlarimizga 18 milliard mablag' ajratildi. Bu yoshlarimiz ertangi kelajaklarini qurishlari uchun. Shu o'rinda joriy yilning birinchi choragida amalga oshirilgan ayrim aniq misollarga e'tibor qaratsak, tumanda yoshlar bandligini ta'minlash masalasi, Vazirshoh mahallasidagi og'ir toifadagi ishsiz yoshlarga amaliy yordam ko'rsatish maqsadida Elmira Istamovaga zarur asbob-uskunalar yetkazib berildi. Natijada u o'zining bolalar uchun tibbiy muolaja xonasini tashkil etdi va uning tadbirkorlikdagi dastlabki qadami muvaffaqiyatli bo'ldi. Men 2026-yilda ishsiz yosh edim va prezidentimiz tomonidan bepul o'qitildim. Va menga tashkilot rahbarlari biriktirildi va asbob uskunalar bilan ta'minlandi. Men o'zim bilan birga bir nafar ishsiz yoshni ish bilan ta'minladim. Endi faoliyatimni yanada kengaytirish maqsad qilganman. Rahmat prezidentimizga. Prezidentimiz yoshlar tumani deb e'tirof etdilar. Men bundan juda ham xursand bo'ldim. Men ertaga G'ijduvon tumanimizda taraqqiyoti uchun o'z hissamni qo'shmoqchiman. Zarafshon mahallasida bugungi kunda yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, ularni sport bilan muntazam shug'ullanishi uchun keng imkoniyatlar taqdim qilinmoqda. Bunda ayniqsa xususiy sektorning ulushi ortib boryapti. Hududda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish maqsadida yosh tadbirkor tomonidan zamonaviy fitnes klubi faoliyati yo'lga qo'yilganini bunga misol qilib keltirish mumkin. Xorijiy tillarni o'rgatish va yoshlarni zamonaviy kasblarga yo'naltirishda bugungi kunda tumanning Mirzayon mahallasida alohida tajriba yaratilgan. Mahalla sardorlari tashabbusi bilan maktab binosida yoshlar uchun chet tillari kursi tashkil etilgani, turli platformalar orqali qamrov darajasi ortishi o'quvchilarning imkoniyatlarini ham kengaytirmoqda. G'ijduvonda Ibrat sardoriman va hozirda onlayn va offlaynda 150 taga yaqin o'quvchilarim bor. Shu bilan birgalikda biz ko'plab loyihalarni amalga oshirib kelmoqdamiz. Bizning birdan bir maqsadimiz shundaki, G'ijduvon, Buxoro, balki butun O'zbekistonni dunyoga tanitish. Mana shunday yoshlarimiz harakat qilganlari uchun har bir sardor, har bir o'quvchi o'z hissasini qo'shgani uchun G'ijduvon tumani yoshlar tumani deb nom oldi va bu bizga ishlashimiz uchun, mehnat qilishimiz uchun yanada ilg'or borishimiz uchun motivatsiya bo'ldi. Endi biz yana ham yaxshi loyihalarni amalga oshirmoqchimiz. Tumanning har bir mahallasida bugunga kelib o'z sport jamoalari mavjud. Bu esa tuman yoshlarining muntazam ommaviy sport turlari bilan shug'ullanishida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Yoshlarimiz uchun hamma shart-sharoit yaratib berilmoqda. Mana oddiy bir misol, muhtaram prezidentimizning G'ijduvon tumanini yoshlar tumani deb e'tirof etganlari ham albatta biz uchun quvonarli. Yanada tashabbus bilan, yanada mas'uliyat bilan ishlashimizga undaydi. Endilikda Yangi O'zbekiston yoshlari 2030 strategiyasiga muvofiq kelajak kasblari dasturi doirasida tumandagi 300 nafardan ortiq yoshlar zamonaviy hunarlar va IT yo'nalishlariga o'qitiladi. 2+6 dasturi asosida 500 nafar yigit-qizlarning xorijiy til o'rganishi uchun imkoniyat yaratiladi. 35 ta mahallaga ko'mak loyihasi asosida xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha o'quv kurslari tashkil etiladi. 70 ta mahallada zamonaviy kutubxonalar barpo etiladi. Yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish bo'yicha 500 dan ortiq loyihalar qo'llab-quvvatlanadi. Mana shunday uzoqni ko'zlagan vazifalar esa G'ijduvon, shu jumladan yurtimiz ertasi sanalgan kelajak avlodning orzu-istaklarini bekamu ko'z amalga oshirishi uchun taqdim etilayotgan ulkan imkoniyat deyish mumkin.